Xalq bankida Hamroh degan kreditimiz bor. Hamroh krediti bu kamida 1 yil ishlagan yakka tadbirkorlarga beriladi. Ularning kredit tarifi yaxshi bo'lishi kerak. Hozir Hozir yo'q. hozir yo'q, hozir kelmadi. Kredit tarifi buni tadbirkor faoliyati, rivojlanish tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish uchun asosiy maqsad. Loyiha qiymati 30% dan yuqori bo'lishi kerak. Oladigan odamlar anaqasi. Oladigan mijozni. 84 oygacha berilar bu tadbirkor yo'nalishi bo'yicha. Agar aylanma mablag'ni to'ldirish uchun 24 oygacha, ya'ni 2 yil muddatga beriladi. 22%. Ayollarga 26% beriladi. Kreditlarning bo'ldi. Yana o'zaro kreditimiz chiqdi, valyutada 12%. Bunda zavodga qo'yiladi, zavoddagi 50% beriladi. Shuni ana ma'qul bo'lsa, shundan o'zgara bo'ladi. Zavodga nima qilsak bo'ladi? Mana 3 oy bo'lishi mumkin, ko'chmas mumkin. Propiskada bor odam ham bo'laveradi, haq yo'q. Propiskada odam bo'lsa ham bo'laveradi. Yo'q, bo'lmaydi. Propiskada bo'lmasligi kerak. Unda ikkita uy bo'lsa, masalan, to'lolmasa o'qib qo'yish mumkin. Uni siz yashasangiz uni chiqarib olmaydi. Qancha propiskada chiqmash kerak emas. Normal bo'lishi kerak. Texnika bo'lsa ham bo'laveradi. Texnika 50 million masalan, eski. uning eng kami 50 million bo'lishi kerak. 50 million, 100 million baholash kerak. Texnikani 50 ming dollargacha berasan? 50 ming dollardan. Uyga razm. Agar 50 ming dollar bo'lishi uchun 100 ming dollarlik bo'lishi kerak. zarur qo'yish kerak masalan. 12% deyapsiz. 12% valyutada sotadi. Tezkor degan o'g'il tasmin o'tdi.